Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Uyqusizlik problemasi bo'yicha nasib bo'lsa 27 apreldan 6 haftalik ishlashni boshlayman. 5 dona bemor olaman. Bemorlar bilan avval konsultatsiya qilinadi. Bemorning qog'ozlari ko'riladi. Qanday analizlar topshirgan, qanday tabletkalarni iste'mol qilgan, doimiy ravishda qanday dorilarni ichib boriladi, shularni ko'rishim kerak bo'ladi. Undan keyin misol bemorga tashxis qo'yiladi. Ba'zi bir holatlarda tushkunlik natijasida paydo bo'lgan yoki nevroz natijasida paydo bo'lgan uyqusizlik bo'ladi. Ya'ni основной kasal nevroz bo'lishi mumkin, depressiya bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda esa o'sha nevroz o'tib ketgan yoki depressiya o'tib ketgan, uyqusizlik asorat bo'lib qolgan bo'ladi. Mana shu asorat bo'lib qolgan bemorlar bilan ishlayman. Yoki umuman uyqusi buzilib qolgan, oylardan beri, yillardan beri qiynalayotgan bemorlar ham ushbu 1 oylik nazoratda tursalar bo'ladi. Ya'ni konsultatsiya qilinadi, qog'ozlar ko'riladi, keyin 1 oy men misol bu bemorlarni nazoratga olaman. Bemorlar mashqlar bajarish kerak bo'ladi. Uyqu kundaligini to'ldirib menga tashlab yuborishlari kerak bo'ladi. Manzilimiz Tojikiston Respublikasi Istaravshan shahri. Bemalol kelib ko'rinsangiz bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar. Yaxshi uyqu kunduzgi qilingan to'g'ri tavsiyalarni mukofotidir. Yaxshi uyqu cho'qqiga o'xshaydi. Cho'qqi sizni oldingizga yalinib kelmaydi. Siz cho'qqiga borishingiz kerak. Yaxshi uyqu uchun ham avval sabablar qilinadi. Albatta ba'zi bir dori ichib yuradigan odamlarga hech bir konkretniy bir pretenziyamiz yo'q. Men uni ichaman, men buni ichaman, siz bilmaysiz, dardimizni qayerdan ham bilasiz deydiganlar bo'lsa, men ularga aytadigan gapim yo'q. 1 oylik nazoratda ishtirok etib, uyqumni yaxshilash niyatidaman deydiganlarga hozirgi murojaatim. Sog' salomat bo'lasizlar. Marhamat. Video ostiga WhatsApp, Telegram nomerimni qo'yaman.